蒙古人有句谚语：先长出的头发没有后长出的胡子长久，先长出的耳朵没有后长出的犄角坚硬。铁木真在烈火的冶炼之下，真的变成了一块坚硬无比的钢铁。他用一个政治家的思考和军事家的韬略证实，他比他的父辈更明智，更有远见。Hanım, o geldi. Kızın. Merhamet. Hanım'a salam. Yolluk Akay elçi cenaptay. Hanım, tekrar Yolluk Akay Arnavutnistan Türkistan huzurlarına görüşkeli geldi. Ay. Tırsla, tez tırsla. Kensli. Gepleri bolsa demesine. Tağanım, Pekir'nin əsləm qıtan püştüdü. Atı boğam ulu qıtan elidi mənsəb tutqan. Keyin elimiz xarab, ailimiz xanı veyran boğanlıqdan eğir kündü qilib, arnımız qıçıda pürsət kütüp turgan edik. Ötkəndi Moğol dalasığı elçilik kegende özlerinin parasat istidatları qarab, kelgüsüdü jağınğı hükümdar bolalaydıqanlarına işenç bağlap özlerine bəyət qığıl geldi. Qağanım, meni ip qağayla. Yolluk Akay, bu nemi qığalları? Seni vezir uyun evetken bu? Qağanım! Ben Tömürçen, merhum babam Ambağay Qağan'ın bəxtsizlik ölen, bugünkü Tatarlarının mağlubiyetinden Uluq Altın Xallığının ayvısını düşendim. Bundan keyin vezir uyunun parmağının boysunu ben. Kelgüsü de o aksakal beni östürüp qasacak emez. Nime? Sele onun cuğusu terlemekçi bolu adamdı la. O inşan bu qitim özünün Tatarlardan mağlup oğanlığının haqiqi sırrını yoşurdu. O sılıdın paydının bəy gücün səgültünü yok attı. Yani sılının kösetken hizmetlerini məlum qılmay, hem tökbünü özünün qılmağın tursa. Kül otadılığı, işenmey adamdı la. Qağanım. O inşan burulu sılıdın həzər eylep kege. Eğer sılı sənli beyxəstili qısla, bugün bəy gücün səgültünü yıqılığın bolsa, ət Qağanım özleri yıqılışları mümkün. Subutay, bu adamın çedirde eylep çıkıydı la. Çıkma! Hop! Tömürçen! Seni hatat oluptu ben seni tek cahan serkerdisi de polisam. Burunun uçununu gördüğün erzime sarımken la! Hep çıkıp git ola! Tömürçen! Nesiyetimi alımsızla kaçalı bomsun Cürcitlan'ın çağrımı kıdı mıklımdı la! 5. derecelik erzmet Cahut Kurun mertünse kadatlı bir yerimdi la! Onun yaşamının barakışlık taşlapegen bir pançı göçtük ustıkını! Keyin barılırgı çülük ötküzüp, diğerlerden soyganda andı bilgidek la! Parmaya ötküzülsün, evet kayıtımız.
Sen Megacın Segirt'in öldürüp etipsen. Dadamın ruhu hoş bulup emin tapqay. Lekin Jalim bu bilen nurgun tatarlar tek jazaga uçurmedi. Bir paltıda yoğan bir daraxtni yıqıt qılıp olmaydı. Bugün sorun tizip Akufka başımlarının sefer kutup qaytıp kayınımlarını kutluqlayman. Ay, aka, yerim görünmeydi o. Səcəbəkə olca apırıp berişke evetdi. Jürgünlər bir müçülük çıqamagan tursa, nemiş qol japırıp bermez? Ulağı qamçının tamini tettiqan basak, Mongol bolışın yılan andın düşünetdi. Juji, Çağatay, çoğuna gep qalğanda qoşuq sarmaqla. Juji, Çağatay'la 2-4 tağısı bilen gidip bir yerden çıkır iken, ha? Ögedey, bu işe qanda qaraysan? O endi o işe kirgen tursa, nemeni biletdi? Ay, börtə, o avul dep baxmısın mı? Jürgünlər bu qitim çeyrek çıqamay xata qıldı. Dadam olcu yollab, bizning ularni bir jamoat tuqqan deb yaqin ko'rayotganimizni eskartib qo'ymoqchi. Ular qabul qilsa, biz bilan yarashib qoladi. Qabul qilib yarashmasa, yaylaqdagilarning hammasi xatolikni ularda ekanligini tushunib yetadi. Shunga dadamning bunday qilganini to'g'ri deb qarayman. Ögedey, dadam to'g'ri javob berganligidan xushal bo'lyapti. Nökegendim ben. Oh, ana, onu unutup kaptı ben. O Suşacay'da tepi vagan tatar bala. Boynuğa altın bakan esi vagan, qosqıga seyrek tabar taşıp bulgun kimdilik tatı vagan iken. Biz Mongoların ağzı boyunca tepi vagan bundak balını öz balımızda görümüz. Şuna bir kolam dikinde sizge ekeldim, ana. Bu balı pek umaqken, ismi nime? Hürmetli hanım, Erzimes isminin pul ağıçlığı yok. Şundaqdı mı, Erzimes ismini bilgin var mı? İsmim Çiğge Kutu. Koysola, Mehtirem Mihriban, öğlen hanım bolusla. Ben bolumen. Tömürcün qağın silini o meni balqılvadıgan hurna etqan. Şu qıpras mı? Ras. Ben köktariga qasam qilaman. Köktari guvoh bo'lg'ay. Sigim kep ketdi. Bo'ldi, tura. Ishondim o'g'lim. Nima kulyapsiz? Opamma yana bir o'maq bola beqilag'anligiga kirishyapti. Nima? Yana bir o'g'il tug'ibdimi? Vaqtim endi quvaqtimi ketibdi-da. Səcəbəki Olcan pağallar qaytıb gələn oxşaydı. Bir iş bulmağandı. Ver bakayla. Japırıp belgili bakın. Lekin Jürgünler 10 adamı öldürüp, 50'den kiyim keçeklerini saldırı oldu. Şu qatarda erinizni mi öldürüp etti? Cambula! 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 Atla!
ahvoli qandaqroq bo'layotgandi? Jo'rkillar, chapdas, mergan botirlar edi. Askilik qilgan Sajabak o'z beshini yeydigan bo'ldi. 2 kun bo'ldi, hech xabar yo'q. Öyle hanım! Öyle hanım! Kağanımız Jo'rkillarni terib bera qilibdi. Tağandan pervan! Sajabak, Bo'rböke qatorli qoyillar tutildi. Jo'rkillar bilan Bo'rjigillar bir urug', bir jamoatdan bo'lamiz. Qarshilashmasanglar, yana burunqiraga o'timiz. Bu muqaligo. Kelma. Nemishqa bir xizmatkorni o'ldirmoqchi bo'lding? Bu ablah egisini qo'g'dash uchun 10 necha qarinishimizni o'ldirib, 6-7sini yaralandirdi. Beshoni o'zi aqlandirdim, ha? Ha. Haqiqatan Boturning Boturidan tug'ilgan Jo'rkil ekan. Kelma. Uni bo'shtab et. Boshlatinglar. Qilichqini. Nökrim bo'l. Chedirima kech-kunduz qo'ral bilan xohlagancha kirib chiqsang bo'ladi. Kağanım, ben muqali bunundan keyin o'zlariga zarracha sadaqasiz qilgan bo'lsam, peyimni qirqib etgaylar. Bo'ldi, tura. Sajabak, yana deydigan gaping bormi? Sajabak! 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 Sen bilan men bir bo'g'lim pishta emasmidi? Ben seni şiiremsin la bu! Nemishqa sen qanday qilib yuvashaq qilganligini o'tirib etsan! Yetmamsan! Qo'ydim la! O'tirdidan uni! Sajabak, yana yashashdan tamoying bormi? O'ldiringlar! To'xtanglar! Temirchin! Meni avval o'ldirib et! Temirchin! Oğlumның ölüşüge qarab turg'um yo'q. Egi chaqsiz qolgandan ko'ra meni avval o'ldirib et! Meni o'ldirib et! Ondan bo'lsa avval seni o'ldirib etay! Bu olmasdan jodigan! Navbat sana keldi! Qarindoshdan ayrilishning ta'mini sen etib baq! O'g'limning qandoq o'ldiganligini ko'rib ol! Keynidini sen bil! Sen bizlarlar Qasar, sonani ep ket. Ana, ko'nglingni yerim qilma. Ta'tir qarab tur. O'zim bo'g'ilgan qarzni o'zim qaytiraman. Sajabak! Jinim o'g'lim! Ana! Endi ko'z yosh to'kyotamsizlar? Birinchi, shuncha aslilarni qilgan uchun. Temirchin! Meni avval o'ldirib! Bugun biz Jo'rkillarning qini bilan sana hisob qaytiraylik! Meni o'ldirib! Buni ep ketinglar! Sajabak! Ana! Jinim o'g'lim! Ana! O'g'lim-ey! O'g'lim! Ana! Sajabak, Bo'rbökeni merhum Qağanning xotinini kutishga qoldirsam bo'ladi. Bu onangga ish og'ritganligin emas, merhum Qağanga hurmat qilganligin. Lekin sen cho'qim o'lasan. Chunki men Qağan atalganda qasam qilgansan. Tatarlar bilan urush qilganda seni 6 kun kutsam mukammading. Urushdan keyin yana o'g'ji olib berishga aytgan elchilarni behuda o'ldirdim. Bu gapingni qo'y.
İyisi neseplik çirkinmen. Sıkkayным bilen kığa vədəmni əməlgə aşırsam, şuna yetməndiken. Undaq bolsa, Secebey, əmmimiz Moğol Qiyam qəbilesidir. Kallağının tünəndən cüda buluşunu, ruhunun bu dünyaya bıramasını halımayman. Kalıt yerisem kinala. Secebey, Türkille merhum Kağan'ın Moğollar arasından tanıgan cesaretli hem şirmet palvallardan idi. Ula, ben tömürçüm bilen bir niyeti boladı iken, Muqariga o'xshash a'tivolab ishiltiman. Bu dunyoga xotirjam mang'aysan. Jazo ijro qilinsin. Başlama! Kemolan. Eranın qaza qilg'iniga 5 yil bo'ldi. Yana mushundaq yetim qo'zdek yolg'iz yuraveramisan. Ana, yana shu gapni dedingiz. 60 yoshga kiray deb qoldim. Men bu vaqtindek qerib, ham ongmas, ham ko'mas bo'lib qolsam, sening beshig'ini kim o'ngshab qo'ydi? Ana, dadam o'ldirilgan shili. Siz tek 30 yosh kirmagan edingiz. Men bir o'pdan o'tyapmamsiz. Onun üstüge bu yıl emdil 30'ning qarsini ag'antirsam. Undaq deginim bilan mening 4 o'g'lim bilan sendek o'pdan qizim bor. Yana 4 bola beqib oldim. Lekin senchu texi bola yuzi ko'rmadim. Seni o'ylasam shirkim bek etishidi. Ana, men qolganning singlisi turib uçağılıp boğan sergerdik toqal bulamam. Yak xotin elishqa qurbati yetmagan bir aqlı xotin bulayman. Yak. Baxtim bilan
haligi 5 yil ilgari erim bilan taniyar ostiga ko'mildi. Temurjon, ana, men ot qilish o'qigan bilan qalbimdagi qisosni o'zimga hamroh qilib yashayveraman. Kechki emas. To'mirchining hozirgi chiqimiz eshib yayrab yurishiga uzoq sukut qildik. Kun sir put qo'llarga mag'dur kirib atgan to'mirchin xalgan bir kun sahardikin kallamizni uzilishi mumkin. Berib, gapimni yetkazinglar. Qatagin Saljuq qabilasigilar bilan Qo'ng'rat qabilasigilarning qo'shinlarini tashkil etib kelsin. To'mirchinni tang nuqtamiz. Xo'p. Jamqa Oqsoqol. Anlashimcha, tatarlar bilan markitlarmi mag'durlanib asli kelibdi. Ular to'mirchini yo'qotishga silidimi bakrak oldirayotdi, deyman. Tatarlar bilan markitlarni demdilar. Ben to'mirchi bilan To'g'rilxonning birlashma qo'shiniga boshchilik qilib, markitlarni tarmar qilgan tursam. Jamqa Oqsoqol, undaq bo'lsin bo'pti. Bu jahonda mangulik do'stmi, mangulik dushmanmi yo'q. Ularga qobil bir odamni avatib, foyda ziyonni tushundirsak, meningcha ular cho'qim qo'shin chiqirdi. Meningcha bu ishga eng muvofiq qobil odam sizlar deb o'ylayman. Men yo'q. Men Ambag'ay qog'inning navrisi. Bovam ular jurjitlarga tutib berib, chaqirmoqda mixlab o'ltirgizib yotgan. Men bo'lsam qamlashmas. Bu jahonda mangulik do'stmi, mangulik dushmanmi yo'q demidilimi? O'g'o Targ'ut aytaga, agar sizlar berib ularni bu ishga ko'ndirasizlar, to'mirchini mag'lub qilgandan keyin yerim al qavm bilan g'animat mol-mulklarni sizlarga bo'lib berishga va'da qilaman. Undaq bo'lsa, berib baqay. Targ'ut Oqsoqol, marhamat. Targ'utay, bu ne? Tanıdılımı? Bu bütün qo'y pishirdigan Dashqazon qo'y. Yo'q. Bu bütün odam pishirgan Dashqazon. 13 qalat urushidan keyin 70 Dashqazonda 70 asrni pishirgan emasmidilar? Hamda uni boshqa narsaga ishlatibdikmi? Bugun Minishqi buni o'rda oldiga tiklab qo'yganimni bilandilar. Jolim bu Oqsoqol. Bira qutlug' marika bilan o'xshamamdi. Yana xatolashdilar. Sizlarning kelishlarini kutib tayyorlagan. Targ'utay, ikki savolimga kayni-kaynidan xato javob berdilar. Taqdim taq bo'ldi. Men asli 3 savol so'ramoqchi edim. Yana biriga javob beramisizlar. Sizlarni o'sha Dashqazonda pishiraman. Kelinglar. O'tni ulg'aytinglar. Har qachon meni qo'shin tortib, Jamluqoga yordamlashib, to'mirchiga hujum qilayli deb kelgan bo'lgandilar. Mo'ng'ullar mening qisosliq dushmanim ekanligi eslarida bordi. Esimda yo'q. Aramizda yana qanday adolat bordi? Kelinglar, uni Dashqazonga besinlar. Chaqirishma. Jolim bu Oqsoqol. Oqsoqolimiz Targ'utayni qanday xatolik o'tkazganligini tushuntirmadilar. Mana hozir tushuntiray. Targ'utay, dadam bo'g'iri Ambag'ay qog'onni tutib berib o'ltirgizayotgan tursa, aramizda adovat yo'q deganlar nemisi? Yashigay mushu vajidan dadlari to'mirchini o'lgani o'ltirib atdi. Jonga jon elindi. Hech kimni qisos qolmadi. Lekin Oqsoqollar Yasugayni men zaharlab o'ltirayotgan tursam, shuning uchunla do'stlashmoqchiman. Nima? Yasugay menga tava qog'onlik o'rnini egilib oldi.
Uni burunni o'ltirib etmoqchi edim. Do'stning do'sti do'st bo'ladi. Raqibning raqibi bo'lsa, ammo ishonchli do'st bo'ladi. Bu gapimga xato emas-da. Xo'sh olib ketmisizlar. Yana bir savolim bor. Qani so'rasizlar. Jamoqa bilan birlashib, To'mirchin bilan Amir To'g'rilxonni yo'qotsak, jamoqa yayloqning xo'jisi bo'ladi. Tatarlarning qinini to'kish badaliga o'zimizni qamchilaydigan qamchini uni tutqizib qo'yamdi men. Jamoqaning qanday nima ishkanligini meni bilmaydi odamdilar. Jamoqa degan jadaran. Uning bovisi bo'lib kelingan Ig'royi xotindan tug'ilgan. Haramzada tursa, u qaysi salayt bilan Mo'g'ullarga qolgan bo'la oladi. Undaqda nemishqa oyog'iga bosh qo'yib, uni sizgan sizg'idan chiqmaydilar. Men faqat boshqalarning qo'tinida ko'zlarimda beqavotiman. Agar jamoqaga havo deyishib, To'mirchin bilan Amir To'g'rilxonni yo'qotsak, undan keyin ich sirtimizda maslashib, jamoqani yo'qotamiz. O chaqda sizlar, men, to'xtog'i uchaylan yayloqni 3 kun bilib boshqarimizda. Dal, Xo'ljin Zalxaning o'zi ekanlar. Yasugay xato demabdi ekan. Rost bexil, oshko'z odam ekanlar. Kelinglar. Xo'sh. Bu semiz qo'ylarni qozonga selinglar. Yiroqdan kelgan mehmonlarga so'rin tuzaylik. Tatarlar va jurkinlar bilan urushgandan keyin To'mirchinning o'zi qudrat etib qolmay, yana nom obro'yimi ko'tarildi. Uning o'ylaganidek oltin xonliqning diqqat e'tibori qo'zg'almagan bo'lsa-mu, lekin yayloqda yashayotgan dushmanlar uningga qarshi chambarchas o'yishdi. Bir qatimliq hayot mamotliq urush uni kutib turmoqda edi. O'g'il boturlarim, charchidinglarmi? Charchidik! To'lay, sen-chi? Charchimadim. O'rgaday, sen-chi? Sal charchidim, biroq chidayman. Yaraysan. Kichik o'g'lim To'lay maqtug'ida g'ayrat qildi. Uchinchi o'g'lim O'rgaday chirki oldi javob berdi. Sizlar 2 kunduz bir kecha otdan tushmadinglar. Sen charchidik deyishinglar kerak edi. Chunki men charchidim. Bir yaxshi sarkarda o'z charchab, echib, usig'anda, chiriklarning cho'qim charchab, echib, usig'anligini darhol o'ylash kerak. Shunga sizlarni dam og'izishim kerak edi. Biroq hozir dam og'izmayman. Chunki eriqi qasamdishim taraf-tarafga elchavatib, aloqa bog'lab yuribdi. Anglashimcha, Qatagin qabilasi, Salchiqut qabilasi, yana Jadaran qabilasi, ulardan boshqa biz bilan avlodma-avlod qudilib kelayotgan Qo'ng'irat qabilasi, yana Kunpetish tarafdagi kuchli Nayman qabilasi bilan bizning ashaddiy qalqisas dushmanimiz Tatarlar ham markitlar o'zaro birlashib qilimizni almoqchi bo'libdi. Sizlar qanday o'ylayapsizlar? Kallamizni saqlab qilib qimiz ishimiz dedi. Ularning kallasini biz olamiz. Yaxshi. Ular bilan bo'lgan tirikishishda kallamizning osonlikcha o'ylanib ketmasligi uchun hozir yana 2 kunduz bir kecha mashq qilsizlar. Odamlar g'izolanib, otlar yemayvas bo'ladi, lekin odamlar dam oz bo'lmaydi. Men ham eng kichik o'g'limmi shu xatoda. Tik turinglar. Tik turinglar. Altın cho'ndada yana chidiy olamsiz. Ha. Nima iloj? Chechimiz oqarganda bo'za qog'inimizdan deyman. Tatarlar markitlar bilan urushsoq qo'ymaydi. Lekin bu qatim To'mirchinning qasamdishi ham qiynotisi bilan urishdigamiz emasmi? Hey, shu chog'da oltin cho'ndadini qiyin qabilasining qog'oni qilgan bo'lsak, obdan bo'ladi ekan. Sizlar yoshqimchoq ham izzat hurmatli odam emasmidilar? Xuchar, og'zingizga kelgan ediman. Qavli ketmisiz yana? Bu oshko'z to'shqaning jigisi bor. Lekin qopqondan qo'rqyotidi. Kechikdik. Biroq ehtiyot qilaylik. Kechikmidik. Har ishimiz bir bo'lib, jurkunlarni qo'zg'asak, yengilishimiz natoyin.
Arğun daryosi, Kem daryosi ham Kimurg'i daryosi guvoh bo'lg'ay. To'mirchining dadisi dadamni o'ldirib etdi. 5 yil ilgari u Jorjetlar bilan til biriktirib, Nash tuman tatarni o'ldirib etdi. To'mirchini hozir oltin xalqning qayg'uni bo'ldi. Arğun daryosi, Kem daryosi ham Kimurg'i daryosi guvoh bo'lg'ay. To'mirchining dadisi Markitchilar uning amirdagi qizni bulab ketdi. Yana necha qatim bizga hujum qilib, necha ming markitni qirib etdi. Arğun daryosi, Kem daryosi ham Kimurg'i daryosi guvoh bo'lg'ay. To'mirchin biz qatorliq 12 qabilikda keselayotgan Chilböre. Bugun biz tanparasati kamolatga yetgan Jamuqoni Qur'on sayladik. Biz 12 qabila bir niyatda birlashsak, To'mirchinni cho'qim yo'qotalaymiz. Arğun daryosi, Kem daryosi ham Kimurg'i daryosi guvoh bo'lg'ay. To'mirchin men Jamuqa bilan 3 qitim qasamlashgan. U ordagi odoq qasimimizga amal qilmadi. Yana bir qo'saq ening qaycharni o'ldirib etdi. Bugun har qaysi oqsoqollarni gurxon qilib sayladi. Adalet yo'lida urush qilib, To'mirchin bilan uning yantayiq to'g'rilgani yo'q deymiz. Miladiye 1201-yili yeni qudrat topgan kuchning vakili To'mirchin bilan koni kuchning vakili Jamuqa Kuytanda hal qilg'ish jangga tayyorlandi. Bir qatimliq urush boshlanish oldida turmoqda edi. To'mirchin, siz bilan yo'l ichida panohlangan Heliqi Qadag'an esingizdami? Siz uchun duo tilovat qilyotdi. Kuytavri, rahim shafqat qilib, bak kuching bilan To'mirchinni panohingda saqlag'aysiz. Kim? Gap bunga. Kim bo'ladilar? Men qo'ng'iroq Deysachan bo'laman. Deysachan? To'mirchinning xotini Bo'rtaning dadisi bo'lamdilar? Ha. Nima keldilar? To'mirchin olaman deb va'da qilgan qiz Qadag'anni izlab keldim. Uni izlab nima qildilar? U yotliq bo'ldi. Uning vijdoni qizmil qatorida sovg'a qilinmagandi. Ba'zilar o'zining qizi bilan kuyovg'ilg'ib satqinlik qilgan vijdon necha teriga yaraydi. Qizchaq, sizni xato qilmoqdiman. Meni darhol dadamiz bilan akamizni oldiga opiring. Qadag'an, kim bilan gaplashayapsiz? Yuring. Sizlar kim bo'ladilar? Men Deysachan, o'z qo'ng'iroqlarning oqsoqligini bir qatim birlashib urushga qatnashmaslikni nasihat qilib, zotli to'siyamdim. Lekin ularning hech qaysisi o'liq qolganning o'rniga munosib kelmaydi. Ular og'zida hadishkini bilan, ko'ngilda niyatlari boshqa. Ularning hilm-fikriga yoki qaramlachi jasoratga tayinib, kuyovning To'mirchini yangamaydiganligi ishinimi? Deysachan janoblari, bu gaplarning uchimizga deydilar. Kuyovlim To'mirchilarni ko'p talafotga uchirmaslik uchun men bir xarita tayyorlab qo'ydim. Uning Jamuqa qatorliq 12 qabila cheriflarining ham ahvoli qitanch bitilgan. Bu yerdan ner ketamayman. Shunga yordamlashgan bo'lsanglar. Deysachan janoblari, ismlardan chechanliklari, pambalaliklari chiqib turdi. Bunlar apchilcharni o'ylab chiqib, bizga ziyonkashlik qilmoqchi bo'layotgandilar. Biz qullarning peshonasiga egimizga bo'ysunish bitilgan, xolos. Sizlar menga ishonmayotgandilar. To'mirchinning qitanchi yeziqni bilmaydiganligini aniq biladilar. Sizlar mushari bilan biz ota-bola ikkimizni urug' jamoatga osiylik qilamiz yo'q deb chekib qo'yotgandilar. Chiqib ketsinlar. Yo'q. O'rtamandan qitanch o'rgangan. Agar sizlarning ilgi To'mirchinni Targ'atayning jallod qilishini qilgan bilmagan bo'lsam, bu yerga kelmaydim. Sizlarga shankash qilgan kelsa, Targ'atayga osh ishini deb qo'ysamlar, yetib oshmasmidi? Men apur beray. Bosingiz darhol bir kechmang. Bo'ldi. Men boray. Kuytavrim o'z panohida saqlag'ay. Ashqallah.
Kemin daryosi, Kem daryosi ham Kimurg'i daryosi qo'yilgan joy. Biz bu yerda bu Ko'ralgu tog'i birlashma qo'shin bizga hujum qilish uchun cho'qim O'tqiya, Alansay ham Ko'rikdandan o'tadi. Ne qilmoqsizlar? To'xtala! 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 Muqoli! Yurkunlarning ishq baqar qo'li, yo'limni to'sishga nima hadding? Yurtur! Elchin xatun, hozir men qog'onning o'kiri. Qog'onning parvanisiz bir chamda nishonlar yo'l qo'ymayman. Bo'ri-bo'ka, bu ablahning maytisini ishtirib. O'tani! Keyinlari yansila. Yansila! Elchin kichik opam keldi. Nim bo'ldi? Temirchin! O'g'lim Sachabagni sen bu Qiyam qabilasining qog'onidan yuz o'rdi deb o'ldirding, shundaqmi? O mendan yüzü örüp qanmay. Mongol ejdadıdan yüzü ördü. Undaq bo'lsa, yana yuz o'rganlar ko'rilsa, o'ldirish haqiqmi? Haqliq. Yaxshi, sendan so'ray. Qo'ng'irotlar jamoaning birlashma qo'shini qatnashdimi yo'q? Qatnashdi. Qiynatdan Daysachan qatnashdi, shundaqmi? Shunaq. Shundaq bo'lsa, hozirla Daysachanning qizi Bo'rtani o'ldirib ketish kerak. Bo'ri-bo'ka. Men butkul Qiyam qabilasi uchun adolatni yo'qlayapman. Elchin xotinmi? Adolatni yo'qlashlarga imkon beramiz. Kaslar. Unutilmadilar. O Taychiqot qabilasiniki Targ'utayning qulug'i. Shundaq, men Sorxon Shira. Daysachan janoblari nomidan Temirchinga xabar olib keldim. Bir qulun gibiga kim ishindi? Bu Xudodan aratgan xarita. Onunga ambag'ayning abidsiz chekilgan xatdagi qitonchi xatlar tutilgan. Qabila oqsoqollar qarab yiqdilar. Qarab yiqillar. O'zinglar qarab yiqillar. Ketaylik. Obdan qarab yiqillar. Qaranglar. O'zinglar qarab yiqillar. Belgütey, Bo'ri-bo'kani beqindirmasa jurtlarni tizgilamaymiz. Aka, qanday qilaman? Bunun bilan jon tikib erishamiz. Jon ketishdim, qo'rqmayman. O'qishmaslik bo'pti. Bo'ldi. Qaytinglar, qaytinglar, qaytinglar. Bo'ri-bo'ka, qayt bo'ldi. Qayta. Qaytinglar, qaytinglar, bo'ldi. Bo'ri-bo'ka, mushundaqla qaytamsan. Nima qilay deysan? Baya Qag'onning uli xotini cho'nglangan bo'rdagi tuhmat qilding. Qag'on seni ayblamasimi? Lekin men uli xotinni oqlayman. Onunga jon tikmoqchi bo'lyapsiz. Yo'q, mening jon tikim yo'q. Nim bo'ldi? Bo'ri-bo'ka. Seni kuchtingir Bahodir deb oldim. Asli to'q yurak nima ekansan o?
Elçin kichik apini böğürtene çöndürüp apirip koyuğla. Demasın. Uğurçı, tayarını ala. Keçide batılımız. Hop. Gelme. Hoş. Kurçuğu dep koy. Adamlarını elip jadaran kabilesi gibi elip, Camuqanın vaktini elip, kaymuqtırıp dursun. Hop. Belgütay. Keray kabilesi gibi elip, Emirxan'ı bizimle bir iş bu iş kılışık köndür. Hop.